kech xizmat bilan chol qizi Zumrad bilan. Qizim biroz dam olgin. Tashvishlanmang, iltimos, ishni qilaysan. Mayli, unda men boray, tezroq o'rmonga borib, o'tin terib kelay. Hoy, yaramas bema'ni. Bizga nonushtan qani? Hozir qizim uyg'onar. Voydod bolam och qolar. Mana oy. Qayerga yukur Zumrashi? Bu uydan bo'ldim bezor. Zumrad qaqshatdi zor. Nonushtamizga hamon tuzamabdi dasturxon. Malikadek o'zicha, keladi namuncha. Qo'shnilar ham har kuni nuqolmoqda shahrini. Ha, shunaqami? Bo'ldi bas. Bu ishga chidab bo'lmas. Meni suluv qizimni, arzanda yolg'izimni xafa qilganing uchun tezroq yo'qol bu yerdan. Uyimdan tezroq daf bo'l. Tezroq ketmasam bo'lmas, aks holda o'gay ona. Otamni qiymayman. Yo'l yurib qo'shib aytsam, dardimni qo'shib aytsam, yo'l yursam qushlar, yo'l yuraman. Chiq. Zumrad qizim kela qol, tezroq yordam bera qol. Zumrad qizim qayoqdasan? Yo'qotganmish qizini. Topolmaysiz izini. Uni o'zim daf qildim, bu ishimni zaf qildim. Bir detayimdan yesa, nima qilar yo'qolsa? Kun bermadi qizimga, kirmadi hech so'zimga. Esing bormi qo'y kampir? Qizim qayerda gapir? Beravermang ko'p savol. Ko'zimdan keting darhol. Ko'p vaysamang ahmoqchol. Sizni ham kutar shu hol. Jon qizim Zumrad. Va alaykum assalom. Uni tarihi uzun, qaysam izlar buni. O'z uyimdan haydadim, soat past bo'ldi. Yurgin meni uyimga aziz mehmonim bo'lgan. İşte Zumrad kızım. Artık indeyiz. Elim desem tilginem, sayron bo'lgani bo'lgan. Yurtim desem dilginem, handon bo'lgani bo'lgan. Elim desam tilginam, sayron bo'lgani bo'lgan. Yurtim desam dilginam, xandon bo'lgani bo'lgan. Chamanimning chiroyi, gunoh tobi guloh.